Shu bilan ablisovkalar ham o'z nihoyasiga yetdi. Bir 40 ta yo 50 ta komplekt bor edi. Mana shu oxirgisi qoldi. Shu bilan ablisovkalarimiz tugaydi. Nexia 3 Spark Cobalt bir dona Gentraga bor ekan. Ko'rmoqchingiz mumkin. Misol uchun mana Nexia 3 ga hammasini narxini qilib berib yuboramiz. Nexia 3 Malibu'si, Nexia 3 Maybach qora matovisi, bu Captiva dizayn Nexia 3 ga. Bu yog'i Spark hamda Cobalt bilan o'zini zavodskoy ideali ham bor. Uni narxi 100 ming so'm, bundan boshqa. Mana buni ham narxi 100 ming so'm, mana ikkalovi 100 ming so'm, bundan qolgan boshqa hammasi narxi 130 ming so'm ablisovkalar. O'zingiz uchun narxini bemalol qiziqib, so'rab surishtirib ko'rsangiz, narxiga men uyalib qolmayman. Tem bo'ling mana bunaqa matoviy variantlari doim qimmat yurgan. Mana Sparkga Captiva matoviy variantida ablisovka. Mana siz so'rab surishtirsangiz, 250 ming so'm, 300 ming so'm atrofida ko'rishingiz mumkin. Bizdan yengisini mana 130 mingga olib ketasiz. Mana tepada o'zi ablisovkalarimizning polkasi bo'lardi bu yoqda. Polkani polni bo'shatdik. Shu bilan ablisovkalarga tochka qo'ydik, nuqta qo'ydik. Bemalol pastda yozilgan nomerlarimizga murojaat qilasiz, viloyatga dastavka qilib ham chiqarib olishimiz mumkin. Salomat bo'ling.